Assalomu alaykum. Jahon chempionatidan videolarimizni davom ettiramiz. Bugun suhbatdoshimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev. O'zbekiston birinchi o'yinini o'tkazdi. Kolumbiyaga 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchradik. Bu biz uchun juda katta tajriba bo'ldi. Zo'r vaziyatlarimiz bo'ldi. Gol o'tkazib olgan holatlarimizda ham buni chetlab o'tsa bo'lardi. Ammo shunday kuchli raqiblarga qarshi og'ir o'yinlar o'tkazishimizni bilgan holda biz mana shu mundialga yo'l olgandik. Nasib qilsa mana shu o'yindan xulosalar chiqaramiz va keyingi uchrashuvlarni yanada yaxshiroq o'tkazamiz. Pozitiv tomonlar ham bo'ldi. Masalan, mundialdagi birinchi golimiz tarixiy gol, uning muallifi aynan Abbos. Tabriklaymiz gol bilan. Menimcha bir aralash tuyg'ular bo'lsa kerak. Natija uncha yaxshi emas, lekin ko'z tegmasi muxlislarimiz buni normal qabul qilgan holda o'sha yaxshi tomoniga e'tibor berishyapti. Golimizni urdik, birinchi qadamimizni tashlab oldik, u yog'i yaxshi bo'lib ketadi degan mesajlar ko'proq nazarimda. Har holda men ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa yozuvlarga ko'p ko'zim tushyapti. Sizda qanday tuyg'ular mana shu o'yindan keyin? Avvalambor assalomu alaykum. Baribir birinchi o'yin bu narsadan o'tib olishimiz muhim edi deb o'ylayman, chunki baribir xalqimiz shuncha kutgan kun keluvdi. Bu narsani o'yindan oldin futbolchilar ham o'zida juda ham yaxshi his qildi. Baribir hayajon bor edi, to'g'risini aytaman. Даже birinchi taymda bu o'yinimizga ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Lekin o'sha ikkinchi taym atmosferani o'sha his qilib olgandan keyin menimcha o'sha bemalolroq o'ynadik, oldinga chiqishda boshladik. Menimcha bu narsa o'zini oqladi ham deb o'ylayman, chunki birinchi taym uncha oldinga chiqmaganimizga o'yinimiz ham qo'shmadi, chunki baribir biz faqat himoyalanadigan jamoa emasmizda. Ikkinchi taym sal to'p nazoratini qo'lga kiritgandan keyin baribir bolalarning o'ziga ham sal ishonch kirdi, oldinga o'tishni boshladik va bu o'zini oqladi deb o'ylayman. Lekin baribir birinchi o'yinda bunaqa emotsiyada, bunaqa shuncha uzoq kutilgan kundan keyin bu narsadan o'tib olish juda ham muhim edi va Xudoga shukr tarix yaratildi. Birinchi davra aytib o'tdi-yu, mag'lubiyatga uchragan bo'lsak ham ko'proq ijobiy fikrlarda, izohlarda qaraydigan bo'lsak, hatto bir tanqid qilib turib video joylaganlarning tagida ham noto'g'ri qilding degan munosabatlarni ko'rdikda. Bu nazdimda baribir muxlislar ham, hatto